Oşondan atardı kırattır dedi. Kapra kırasa bezgen yüzündek, karravas kantay toru, kaydekeni billimbek, belgünü günü canlele, berren törren ölgünde, katalandından başay, aksakaldığına vakem, atana vergen malele, as insanla gelgende, 60 kat ol dele, uşu yıl soyunu, 66 ol dele, binne ol vakem, gürbüs alıp karasa, kalkamanın kalasa, görüngende göründüm, görünbese gök bunlar, göz tumanda bölüngen, toza kongan uçukta, tomuraygan tumsukta, geden çekilgin yolunda, oşanda belence tattay taraf, kaşarın altını, şölen altına. Assalomu alaykum tug'anlar. Mana bugun ot kelibdir. Ekasi yeydi otat. Chashin. Bahası 300 ming deydi. Hozir kelib portadan tushirib otishadi. 300 ming so'mlik ot. Asi ekasi, Chashi ekasi ekan. Büyürü var çok büyürü. Ha. Kaçta odasınlar? Ha? Bak var mı? Ama sarı ter kaçta kadar? Yotdi qanchada otasiz? Asi qancha? 5 asi ekan, bahasi 80 ming so'm deydi. Bahası 80 bin so'm, 5 asi yotdi. Yoki ammo atning bahasini aytib qo'ying-chi. Atning bahasi qancha? 200 kam bor dedi. 200 ming so'm kam bor deydi. Jashi qancha bo'lib qoldi buni? Jazga ekasi ekan, 200 ming deb atam deydi. Uloqqa yaxshilash kerak, ha? Ulog'i bor deydi. Biyik at ekan. Xiylarla. 45 ming so'mdan deydi erkek taylar. Jashi qancha bo'lib qoladi? Jazga g'unon ekan. Erkek taylar. Bahası qancha ekan bundan? 50 kam var. 50 kam var deydi. Üretilgan bu. 2 yol minilgan. 1-2 jonu miniliptir. 50 ming so'm kam var deydi. Qunan bu? Qunan ha? $48 ming deyapti. Jazga qunan ekan ha? $45 ming so'm deyapti taydın baсын. 41 mingga so'radi berganda. 41 mingga so'radilar, bermay qo'ydim deyapti. Jazga qunanmi? Jazga qunadi. Jazga qunan bo'lib qoladigan jash. Ha, Bunaqasicha? bulda jazga qunadi. Urg'och o'xshaydi. Urg'ochi bulda. Ekotin urg'och budili. Buldilar urg'och ekan. Turdal olib ket. Bosi. Bunaqasicha? Jazga bushti chiqadi. Jazga bushti deydi buni. Buldilar urg'ochi. Bunun aqchasini aytib qo'ying. Maqsad 55 km bor. 55 ming so'm kam bor deydi.
Ukam tayının basını aytıp koyçu. 28'ge baza ayol kişi gördüm. 38 ming so'm kami var deydi. Urg'och tay. Belki köptü kança verdiler. Bahası 38 ming. Sizdiki qancha bahası? 50 ming so'm deydi bu taydı. Bu da urg'ochi. 22'de. 30'da öyle 50 oldu. Urg'och tay. Hayaka 50 oldu. Aka taylarning bahasini aytingchi. 32 ming so'mdan deb atat. Urg'och taylarmi? Urg'och taylar ekan. Qanchaga bag'ilishdi, alarmanlar? 27 ga 28 ga so'radilar, bermay qo'ydik deb atat. Taylar qanchadan keldi? 27 dan kam var urg'och. 27 ming so'mdan kami var deb atat urg'och taylar. Mına taydın bahası qancha? 40 ming so'm kami var deydi. Urg'och ekan, ha? Urg'och tay ekan, 40 ming so'm kami var deb atat. Siznikichi? Erkek. Qancha aqchasi? 26. Erkek tay ekan bu, 26 ming so'm. Qanchaga bag'ilishdi? 23. 23 ga bermay qo'yib tur. Egasi. Ya aka, mına taydın balalarını aytingchi. 30'dan. 30 ming so'mdan. Urg'och taylar ekan. 30'dan bayla oladi uka. Urg'och taylarni 30 ming so'mdan baylab olsanglar bo'ladi deb atat. Lanchdan. Ya mına satıldı mı? Qancha ekan aqchasi? Tapati. Qancha? Say ver. Aytsang bahsini qanchadi? Ha? 25 ming kam var aka. Erkek urg'och mi? Erkek. 25 ming so'm kami var deydi. Ukam berayın buna tayda. Erkek tay. Aka 22 ga berib tashlayman aka bunlarni. 22-23 ga berib tashlashim deb atat-ku. Yaxshi aytding biroq, ha? Siz yaxshi aka, yomon arzon. Neng arzon men bu yerda. Kim arzon topib qo'yadi? Qancha? Qaysi? Qarmab turganingiz. 20 jardan oldim ukam. Nechani? Mana yo'q-ku. Buna loko ana. Ana 3'ü. 4 tane ana. Ha birini 20 ga satib qo'ydi, buni o'rtada qo'yib bergan biri. 21 jarımdan aldım öyle deydi. Kichine üstüne çay pul çıksa berem deb atat. Tay bugün sal arzanroq bu deyimdi. Arzon. Boshqa kunga qaraganda. 2003 arzonlab ketdi hozir. Ukam bozorga. Ko'p tushib turadi bugun, ha? Ko'p. Erkak tayqalib ketdi. Urg'asam tayyor. Hozir urg'och qimmat bo'ldi-ku, erkak qimmat bo'ldi. Urg'as qimmat bo'ldi. Bugun bozorda urg'as qimmatda. Rahmat aka. Qancha ekan shu? Qancha? Yaqin aytaymi? Ayting. 30 ming so'm. Erkek urg'och bu? Erkek. Urg'och ekan 30 ming so'm deb atat. So'rab ko'rasizlar deydi, kam bor ekan. Mana qancha buni? Ha. Mana Qashqataydan bahası 25 ming so'm, kami bor deb atat. Urg'och tay. Bir eko jaldırağız. Aka torbaydan. Aka tayinizning bahasini aytib qo'ying aqchasi. 26 ming so'm deydi tayning aqchasi. Erkek urg'ochi. Erkek tay ekan. Bağılıştı. Qancha qildi?
25 mingga bağılgan ekan, berbe koydum deydi. Bunаңызча? Бұл 23 ming so'm deydi. Бұл erkek burgaçı? Бұл erkek tay ekan. 23 ming so'm bersiңер berem деп атат. Рахмат. Аларды алып қайрап келіп, ушунча көрем десең албайт да. Ука, мыналардын баасын айтчы. Албайт. Ана алып кел, кийме турат. Азыр о бие көргөн экен. Налчы? Канча ушун? 25. 25 ming so'm. Erkek burgaçı? 25 ming so'm deydi, erkek tay. Kami var okşayt, düşürüp berет eкен kişine azmaz. Ya at satıldı mı? Kança oldu? Hay. 64 ming so'm oldu deydi mavlat. Nao beni 60 ming so'm deb atam deydi. Ya qanchani tugan bekem mınau? 3 tutugan B. Qancha deb atasiz? 55 ming so'm deb atadi. Qanchani tugan ekan mınau? 55 ming so'm deb atadi ekan, tuyili ekan. Akamla baytalın bağısı qancha? Tuyelek mi? 55 ming so'm deydi, tuyeli ekan. Bu yil bo'z bizga qisir ekan. Bo'z jazda tuydi deb atadi. Beyingizning bağısı qancha o? Beyingizning bağısı qancha? Ha? 70 ming so'm deb atadi bu beyning aqchasini. Ya buna çoğun bey satıldı mı? Kança oldu? 66. Kançan tuğan eken? 8'de. Mao çoğun bey 66 ming so'mga satılıptır. 8'de tuğup koyuptur. 8'de tuğan bey. Ya mına qulnu menen be? Qancha qulnu menen? Ha, 110 da. Qanchachı qulnu bu? Öz akasını çağırtın, o YouTube'dan çıktı o. 110 ming so'm deb atabız deydi. Mına qulun 3-chi qulun ekan, cho'ng bey ekan. Mına bu qulun 3-chi qulunu. Aka beyingizдің ақшасы қанша? 79. Қанша туған бұл? О, 4 tutugan. 70 ming so'm deb atadi. Beyning ақшасын. 4 tutugan bey ekan. Qanchaga bağlıştı? 600 so'radi. 60 mingga berib qo'ydik deydi. Altmış ming so'm bo'lib turibmi? Bağılgan so'g'in bey so'yishga. Ona sattık. Yo, basmaysan. Qancha dotasın onu? Baytal kana? 65 ming so'm ekan baytal. Bu yil to'y to'y. 65 ming so'm. Aka bundan bahsini aytingchi. 62 ming so'mga alınıp turib, Navul bey. Aqchasini hisoblab atishadi. Narxingizchi?
Buna olsa 60 ming so'm bo'lib tur. Buna olsa bas qancha aka? Qancha bas? 85 dan o'tadi. Qanchani tug'an? O birdi tug'an ekan. Ақшасын 85 ming so'm deb atamiz deydi egasi. 4ta. Beylerin ақшасы qancha ekan? 60 ming. Buna chekadagi qancha? Qanchani tug'an bu? Birdi tug'an bey ekan. 60 ming so'm deb atamiz deydi. O'rtoqqiz ariqroq ekan, o'rtoqqiz qancha? Barlar, eko 60, buna eko 70. Ha, eko 60 ming so'mdan ekan, buna eko cho'ngroq ekan, bular 70 ming so'mdan. Bunalar qancha tug'an? Birde. Bular qisir, ha? Bular birdi tug'an deydi. Bunalar qisir. Bular eko boz, buna eko. Buna eko içinde bolasi bor ekan, boz. Buna eko qisir beyler ekan. Boz eşekte. 5 ming bolasimi. Boz eşek kodeligi bilen 5 ming so'm deydi. Josh deb atadi-ku. Kodeligi bilen 5 ming so'm ekan. Birdi tug'an deydi. Eşeklerдің bağları 5 ming so'mdan. Çekeden tandab alaverasizlar. Pul yo'q menda. Kechagina turibdi.